Yaqında Saudiya Arabistonning Riyodda 4 Uyg'urning qo'lga ilinganligi va Xitoyga qaytarilganligi xabar qilingan bo'lib, Uyg'ur ayol va uning qizining 31 mart Saudiya Arabistonning Mekkada soqchilar tomonidan qo'lga ilinganligi xabar qilingan. Ona va qizdan boshqa birlikda Xitoyga surgunda qilingan boshqa 2 Uyg'ur 2020-yili Mekkada soqchilar tomonidan qo'lga ilingan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislari 1 aprel Saudiya Arabistonning ikkisining Xitoyga surgunda qilinish mumkinchiligiga qarata Saudiya Arabistonning uchur etishga va ularning izlarini aniqlashga chaqirdi. Kishilik huquq tashkilotlari Uyg'urlarning dunyoning hech qanday yeri bexatar joy emas deyishidi. Musulmon davlatlar Xitoyning chegara halqagan bostirishiga eshigini ochdi dedi. Kanada Emgak Huquq Gruppasi doklad e'lon qilib mundaq dedi. Xitoy va boshqa joylarda majburiy emgak bilan yasalgan tovarlar Kanadaga davomli kiradi. Federatsiya sud mahkamasi uni chekildi, ammo azaldan ijro qilmadi. Buningdan boshqa musofirlarni qo'llash guruhlari Xitoyga majburiy emgak bilan ta'minlangan mahsulotlarning Kanadaga eqishining oldini olish uchun sud mahkamasiga iltimos sundi. Yerusalim pochtasi gazetining xabariga qaraganda, Xitoyning Isroiliyada turishliq bosh elchixonasi yaqinda Isroiliya hukumatiga bir turkum termos stakan avatgan bo'lib, ularning ichidagi birsiga yoshiron tanishug'ish qachalangan deb gumon qilingan. Isroiliya davlat bexatarlik idorasi hozir tekshiryotdi. Hozir Isroiliya doiralari Xitoy iyoni qilgan barliq termos lo'nqisini yig'ib, yanama ilgirlagan holda tekshirish olib bordi, hamda ularni Xitoyning Isroiliyadagi bosh elchixonasiga qaytarmaydi. Jolijan Xitoy Kompartiyasi Tashqi ishlar ministrligining qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Xitoy Shabaz Sharifning Pokistonning bosh ministrligiga saylanganligini tabriklaydi. Xitoy bilan Pokiston havorayi strategik sherik. Ikkisining munosabati davlatlar aro mustahkam va buzilmaydi. Xitoy Pokiston bilan hamkorlashib, a'lo sifatli Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori barpo qilib, yangi davrda o'rtaq kelgusi bo'lgan Xitoy-Pokiston jamiyati barpo qilishni umid qiladi. Yaqında Filippin va Yaponiyaning diplomatiya va davlat mudofaa ministrlari ikki davlat o'rtasidagi tunji ikki qo'shilgan ikki bexatarlik suhbatida birlashma bayonot e'lon qilib, suhbatda Sharqiy dengiz va Sharqning dengiz bexatarligi vaziyatiga cho'nqur ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Bayonotda ikki davlat Sharqiy dengizdagi qonunsiz egilik huquq talabiga qarshi turdi hamda Sharqiy dengizdagi harbiylashtirish, majburlash, kuch ishiltish yoki tahdid solish qatorliq barliq faoliyatlarga qarshi turib, erkin va ochiq nishonni o'tirib qo'ydi. Hindi Tinch okean rayoni Yaponiya bilan Filippin xalqaro qonuniy asos qilgan iqtisodiy tartibga kapolatlik qilishning muhimligini ta'kidlash bilan bir vaqtda iqtisodiy bexatarlikka kapolatlik qilish uchun hamkorlik munosabatini ilgari surishni talab qildi. Yaqında Germaniyadagi Sharqiy Turkiston xabar markazining Naq maydon xabar kanali va Uyg'ur televiziya kanali Xitoy xakerlar tomonidan to'xtamay hujumga uchirdi va buzildi. Bu kanal pastkash usullar bilan cheklandi. 4-ayning 8-kuni Yevropa Sharqiy Turkiston Ma'arif fondi jamiyati iftor faoliyati uyushtirdi va Gollandiyadagi Sharqiy Turkiston Xitoy hukumati tomonidan rayimsizlarcha qirg'in qilayotgan Uyg'urlarga duo qildi. Faoliyatga yerlik ommaviy tashkilotlarning bir qancha boshliqlari, jurnalistlar bo'libmi Turkiyaning Amsterdamdagi bosh konsuli qatnashdi.